Jo'jani xo'roz yoki makonligini qanday ajratish usullarini bilasiz. Ko'pchilik qanotini, patini mana bunday qilgan holatda, oyog'ini mana bunday qilgan holatda yoki mana bu usulini ko'rganmisiz? 90-98% gacha aniqlikda kloaka usulida, ya'ni Yaponiya texnologiyasi usulida mana shunday tekshirish usullari va sizga xudo xolasa 80 ga 20, ya'ni 80% makon, 20% xo'roz. Siz o'lmaydigan holatda, ya'niki 1 oylik patlari chiqqan jo'ja xarid qilishni xohlaysizmi? Eng qizig'i, ushbu tovuq zotimizni ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, aksariyati kulrang. Chunki oq rosa ham tuxum ko'p beradigan zotga Andijon qorani yangi nav qilingan. Va ushbu Andijon qora 2-versiyadagi tovuqlarimizni jo'jalari xudo xolasa sotuvga tayyor. Do'stim Ulug'bek, maza yaxshimi? Bularning narxlari haqida biroz aytib o'tib keting. Necha kunlik va qanaqa narxlarni aytib o'tib keting. 1 kunlik jo'jalarimiz xo'roz makon aralash 6000 so'mdan, ajralingan xo'rozlari 3000 so'mdan, ya'ni mana shular xo'roz 3000 so'mdan mana 1 kunlik. Aha. 1 oylik jo'jalarimiz xo'roz makon aralash 20000 so'mdan, 80% makon ajratilgan 27000 so'mdan tayyorlab beramiz. Xuddi shu usulda ajratilgan bo'ladi. Buni o'zini mutaxassislari bo'ladi. Opalarimiz o'zlari Quvadan kelishgan va Quvasoydan kelishgan va mana shunday tekshirib berishadi. Xudo xolasa ishonchli joydan barcha vaksinalari qilingan va dastavkalari bor. Eng kamida qancha bo'lishi kerak? Kamida 100 dona. Eng kamida 100 dona bo'lishi kerak va mana shunday holatda siz kelib uydan bemalol ketsangiz bo'ladi. 10 dona, 20 dona, 30 donani ham Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Ulug'bek do'stimda bo'ladi. Past raqamlari bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa u yog'ini telefon orqali lokatsiyalar tashlab berish va narxlarini. Xo'p, 80 ga 20 miz qancha bo'ldilar? 27000. 27000 so'm bo'ldi. Ataga bemalol aloqaga chiqarasiz. Barcha vaksinalar qilingan bo'ladi va o'limdan chiqqan bo'ladi. Shunaqasi kerakmi? Uyda qora tovuqingiz bo'lishini xohlaysizmi? Bemalol past raqamga aloqaga chiqing.